kitob do'konining oldidan o'tib ketib, kirmasdan ketish men uchun g'alati. Doim kitob do'konining oldidan o'tsam, kirib kitob tomosha qilib olmasam ham tomosha qilib ketaman deyman-u, lekin kirib olib qo'yaman. Bu safar ham shunaqa bo'ldi. Kirganimizda mana ikkita kitob bilan chiqdik. O'zi ozroq pul bilan kirish ham azob kitob do'koniga, chunki zo'r kitoblarni ko'rib qolasizda, olmasdan chiqib ketish alam qiladi. Keyingi safar kelsam bo'ladimi, yo'qmi, o'ylanib qolasiz. Olgan kitoblarimiz bittasi Shayx Nabulusi qissalar va qissalar nomli kitobi. Kichkina qissalarda zo'r hikmatlar bo'ladi, ko'pchilikka aytib berishga ham qulay. Va baxtli yashash sirlari, hikoyatlar va hikmatlar. Bunda ham o'qib ko'rdim. Qisqa hikoyalar kitob ketidan joy olgan ekan, xudo xohlasa o'qib ko'ramiz. Bu yerda do'stimda ham kitobi bor, o'zi kameraga olyapti, ko'rsatib yuboraman endi. Nima kitob ekan? O'sha mashhur ba'zi trend bo'lgan kitob Duo taqdirini o'zgartiradi. Kanalimiz obunachilari buni rosa o'qigan paytida. Yoqimli mutolaa hammaga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.